topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysan ota onang topilmaydi. Diydor tabrik agentligi jamoasi o'sish faoliyatini davom ettirmoqda. Otajonlarni, onajonlarni xursand qilishda davom etmoqda. Barchangizga assalomu alaykum deymiz. 28-may sanasi 2026-yil. Bugun Valijon mahallasida Obirobod qishlog'ida Rahmonberdi otajonimizni muborak 75 yoshlari bilan, qutlug' yoshlar bilan muborakbod etamiz. Farzandlar, nabiralar, kelinlar, kuyovlar barcha yaqinlar tomonidan kayfiyatlarga kayfiyat ulashamiz. Ishimizni boshladik. Kuzatishda davom etamiz. Diydor tabrik agentligi jamoasi. Yaxshi kunlaringizda diydor ko'rishamiz. Qani marhamat. Rahmonberdi otajonimizni biz davramizning badiiy maydoniga chorlaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin degan holda birovimizning kelishlarini so'rab qolamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum deymiz. Kutilgan, sog'inilgan orzular ushlangan oqshomga xush kelibsiz deb qolamiz. Tabiiyki, barchamiz yaxshi ma'lum, bugun mana bu tillarda doston bo'lgan oqshomning sababchisi Rahmonberdi otajonimizning bugun tavallud bayramlari. Otam bugun Xudo xolasa muborak 20 yoshga qarshiladilar. Bitta chiroyli qarsakillarda yamaysizlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hali 20 yoshar yigitlarda turibsiz, qirchillama bo'lib turibsiz, ko'z tegmasin. Ota assalomu alaykum o'g'lonlar. Salomatmisiz? Charchamasdan, bardam boqma, tetik yuribsiz. Kayfiyatlar qalay, a'lomi? Muborak bo'lsin tavallud bayramlar. Bugun Diydor tabrik agentligi jamoasi sizni nabiralaringiz tomonidan mana shunday chiroyli oqshom bilan qutlash maqsadida kutilmagan sovg'a tarifasi tashrif buyurdik. Bu yerda Navruzjon akam, Muhriddin akam, Jasurjon akam, Sevaraxon, Ozodaxon, Ezozaxon, Asinaxon, Sitoraxon, Shahzodaxon, Sarvinozoy, Gullola oilalar tomonidan mana shunday chiroyli oqshom bilan qutlash maqsadida eshikni bir tepib bostirib kelaverdik. Aytib buyurmaysiz. Kechamizni qiziqarli joyi ham biz aynan shunda. Albatta quloq kelmaganmiz. Bugun nabiralar tomonidan sizga atalgan chiroyli sovg'alarimiz bor. Albatta kechamiz urf-odatlarga bilan nabiralarimizni Bobojonimiz turgan markazga taklif etamiz. Chiroyli musiqalar bilan sovg'alarimizni topshirib qo'yamiz. Qani, marhamat.
ko'rishadigan mehmonlarimiz bizni ko'rishib, tabriklar qo'yishimiz mumkin. Marhamat, bizdan ko'p xursand bo'lamiz. Ota kim? Ota bu sabr tog'i, duolar quchog'i, ota mehr bulog'i. Farzandi uchun har nega tayyor bo'ladigan inson faqatgina ota bo'lar ekan. O'zi yemasa ham bolasiga yedirar ekan, o'zi kiymasa ham bolasiga kiydirar ekan. Tunlar bedor ishlar ekan bolasi uchun erta tong qorong'usi xonadondan chiqib ketib, tun qorong'usi xonadoniga qaytar ekan. Bolalarimni rizq nasibasini bergin Xudoyim deb. Qishning qahraton sovuqlarida ba'zan yupun kiyinib bo'lsa-da ishlar ekan ota, bolalarimni rizq nasibasini bergin Xudoyim deb. Yozning eng jazirama issiqlarida ba'zan soyaga o'tmasdan ham ishlar ekan ota, bolalarimni rizq nasibasini bergin Xudoyim deb farzandi uchun o'z orzularidan voz kechar ekan. Ota, yo'qda yarim tunda kelamiz, mana o'zimda shunaqa odat bor, darvozani sekingina ochib, hech kimga bildirmasdan kirib ketamiz deb o'ylaymiz. Lekin ota sezmaydimi? Darvozaxonada eshitiladigan qadam tovushlari otani yuragini urgan tovushlari bilan tengma-teng jaranglar ekan. Bolam keldingmi deb so'rar ekan, gohida malollanib, "Keldim ota, yosh bolamasmanku uxlavorsiz bo'lmaydimi?" deymiz. Lekin o'sha ota manguga uxlab qolgandan keyin ota yotadigan o'sha g'aribgina kulbani, g'aribgina derazasining tagidan bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting, 100 marta o'ting, 1000 marta o'ting, tongda o'ting, tunda o'ting, lekin o'sha nido qayta eshitilmas ekan, o'sha ovoz qayta kelmas ekan, bolam keldingmi degan. Xonadoningizda katta-katta to'ylar qilasiz, elga, xalqqa katta qilib osh berasiz, lekin hayolingiz yana o'sha g'arib kulbani, g'aribgina derazasida bo'ladi. O'sha derazadan otam yana bir bor boqarmikan deya. Hayronamiz, farzandlar bu dunyoda mehribon insonlarim ichida eng mehribon insonim otam. Otasini mahkam quchoqlasin. Bu dunyoda otasi borlar, tez-tez borsin, kuttirib bormay. Bu dunyoda otasi borlar. Ostonamni xatlab kira olmaydi g'am, ko'nglimni yenga olmas alamlar turli. Siz bor, ko'zlarimni yo'qlamaydi nam dada, yoningizda bo'lma huzurli. Oqlarga alishib sochingiz rangi sizni charchatibdi. Yillarning jangi, hikmatlar olaman yangidan yangi dada, yoningizda bo'lma huzurli. Kerak emas menga oltin koshonalar, qadam bosing oltin bo'lar ostonalar, ko'rib qo'ysa do'sti dushman mastonalar, siz bor uyni fayz o'rab turar dada, manzilimni baxtlar so'rab turar dada. Qimmatligim dunyolarni boyligidan uyalmang, hech bellaringiz yoyligidan, ishonchim bor uyim jannat joyligidan, siz bor uyni fayz o'rab turar dada, manzilimni baxtlar so'rab turar dada. Otani bir qandoq ham yaxshi, otasi bor insonni qaddi bukilmas, baxti butun deyishadi. Bugun qarang, farzandlaringizni ham, nabiralaringizni ham qaddi bukilmas, baxti butun bo'lib turibdi. Shularning baxti hech qachon yarim bo'lmasin. Bularning baxtiga sog' salomat bo'lib, baxtidan baxtiyor bo'lib yashamoqlik sizga nasib ro'za aylasin. Bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin deymiz endi. Qarang, bugun farzandlarda hammasi sizning yoningizda qolaversa, onajonimiz turibdilar. Siz kimlari bo'lasiz adashmasam? Singillari. Tojiklarda, farsiylarda naql bor, jigar xas, digar xas deydi. Aka uka opa singil bir-biriga mehr muhabbatli emas. Demak, ular haqiqiy aka uka opa singil emas. Bugun yonlarida nur to'kib, savlat to'kib turibsiz. O'rtalaridagi mehr oqibatga ko'z tegmasin. Biz albatta ilk tabrik so'zlarini sizdan olishlikda istab turibmiz. Bir chiroyli qilib niyatlarni bildirib, otajonimizni tavallud tayoq bilan tabriklab berasiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar, xush kelibsizlar.
kelinjonlar, jiyanjonlarim, hammalaring sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Akajonimni shuni tug'ilgan kunni tashkillashdi, navaralar sog' bo'lsin, hammasi mana shu bizaga o'xshab navara, chavara, evaralar ko'rib yursin. Akajonim, oyajonim mana qo'sha qarisin. Mana shu navaralarga boshib shularga hamishagina yaxshi kunlarda o'ynab kulib yursin. Oyajonim Namangan gullar ko'rgani ketgan. Bugun kelaman dedi, kelolmay qoldi. Oyajonim ham yaxshigina sog' salomat ko'rib, mana tomosha qilib kelsin. Mana navaralar, mana kelinlar o'rinni bildirgan yo'q, shular ham sog' bo'lsin. Rahmat ularga, katta rahmat. Shu jiyanjonlarim qo'sha qarisin Xudoya. O'g'illarini, navaralarini huzurni ko'rsin, to'ylar qilsin. Bizlar ham shularni yonida yuraylik. Faqat yaxshi niyatim shularga. Sog' bo'lsin, shular hamisha bizga duodamiz. Sog' bo'linglar, sizlar ham sog' bo'linglar. Yaxshi niyatlar hammamizga hamroh bo'lsin, qalbimizdagi ezgu niyatlarga yaratgan Allohim Tangrimni o'zi yetkazsin. Endi bunday qilamiz uni. Gapirsak gap ko'p, aytamizda she'r ko'p. Hozir men bir narsani so'ramoqchiman, sizlarga qanaqa qo'shiq ma'qul o'zi? Kechamizda asosiy qismiga navbatni havola etamiz. Bir chiroyli musiqa bilan hammasi yaxshi. Hammasi zo'r, faqat bizni bitta savol qiynaydi. Rahmon berdi otam, hojonim qaysi qo'shiq o'ynaydi? Sizlarga qanaqasidan? Xorazmcha, Buxorocha? Onam o'ynasin bo'lsin, ha? Davralarda o'ynasin onam bo'lsinmi? Bitta chiroyli musiqa bo'lar, bo'lmasa onajonimizni, otajonimizni farzandlar, og'aylar bilan davra raqslarga taklif qilamiz. Qani marhamat, chiroyli qo'shiqlar bilan davom etamiz. Baxt davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xunoj. Baxt davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangradi xunoj. Farishtaday yoyib quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtaday yoyib quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolamga bog' bo'lar fidoyi, orzulari yo'qdir samoyi. Bolamga bog' bo'lar fidoyi, orzulari yo'qdir samoyi. Yorug' yuzdagi go'zal nuroni, davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzdagi go'zal nuroni, davralarda o'ynasin onam. Qo'rqmas bahor, ona duosiga har nega qodir. Bugungi jonimga qo'rqmas bahor, ona duosiga har nega qodir. Xizmatlarga bo'laylik hozir, davralarda o'ynasin onam. Xizmatlarga bo'laylik hozir, davralarda o'ynasin onam. Onajonim mana, hali ham yonimda, parvonim mana. Biringiz jannatim, tugamasiz ishim, aytilar rahmatim, biz uchun haromlar, quvonchga to'yingda, 80-90da yashab yuringlar. Dadajonim mana, onajon mana, dadajonim mana, onajon mana, hali ham yonimda, parvonim mana.
Thank you.
Salomat bo'lasizlar. Mehmonjonlarimizdan uzr so'ragan holda kuy qo'shiqlarimizni bir ozgina to'xtatib turishlikka majburmiz. Sababi ota, bu oqshom kechamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz barchalari yaxshi bir niyatlar bilan kelgan. Bugun qadamlari qutlug', niyatlari ulug', yuzlari yorug', duolari ham ijobat, ham istijob bo'lgan mehmonjonlarimiz davramizda bugun 6 ta farzandingiz bor ekan, ota. Kelinlar kuyovlar bilan jami nechta? Sanoqi yo'q, uni bilmaysiz, o'zingiz ham chamalolmaysiz. Farzandlarni hammasi kelsin bizning davramiz badiiy maydoniga, davra mikrofon qarshisiga marhamat qilishadi. Otajonimizni bugungi bayram bilan qutlab, tavallud o'yinlari bilan muborakbod etib, qalblarini tub-tubida asrab qo'ygan eng ezgu niyatlarni ulashib qo'yadilar. Kelinglar. 5 o'g'il, 1 qiz. Ha, baland tog'lar qoyasida saf tuzib turgan burgutlardek saf tuzib olamizda bir boshidan chiroyli niyatlarimizni bildirib qo'yamiz. Qani marhamat. Rahmat. O'zim sog' bo'ling, vaqtimizga. Mana qo'sha qaring. O'zingiz uzoq bo'lsin. Valima. Sog'-salomat bo'ling. Davrlaringizni, rohatimiz bo'ling-da. Rahmat. Har yil shu tug'ilganlarni nishonlab turaylik. Sog' bo'linglar. Dada sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Ayamdan qo'sha qaring. Ular vaqtimizga hamga sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Dinlarga keling. Ayamdan qo'sha qaring. Hammamizdan davralaringizni, bandalarimizni rohatda ko'rayotganlar. Javoban dinlarga keling. Sog' bo'ling. Dadamdan nomda aylanib, yaxshi o'qilib birga sog' bo'linglar. Yaxshi bo'linglar. Kattakon rahmat, salomat bo'ling deydilar. Otmag'il tosh, toqqa kim naf bo'lmag'ay, yaxshilar g'iybatida naf bo'lmag'ay, bemehr san e'tiboring kalladir, do'st mehrga musharraf bo'lmag'ay. Mehr ko'zlar. Bugun qarang, hammasi ko'zlarda mehr, yuzlarda nur, qalblarda bir ezguniyat bilan tashrif buyuribdi. Ana endi kechamizda eng kulminatsion nuqtasiga navbatni havola etish arafasidamiz. Mehmonlar keldi, kimlar keldi sir bo'lmasa, nabiralari keldilar. Yana marhamat, chiroyli musiqalar bilan tabriklab, sovg'alarimizni topshirib, otajonimizni quchoqlab, bag'rimizga bosib qo'yamiz. Ha, marhamat. Salomat bo'linglar, bayramingiz muborak bo'lsin. Xo'p, qayerda to'xtagandik? Kechamizda kulminatsion nuqtasiga yaqinlashib boryapmiz. Bugun tug'ilgan kun dasturxonimizni chiroyli tortlarimiz, baxt shirinliklarimiz bezab turibdi. Bizda o'ziga yarasha alohida o'rin tutgan chiroyli ko'rinishimiz, tort kesish marosimimiz bor. Albatta tort kesish marosimini albatta havola etamiz. Chiroyli musiqalar bilan tortlarimizni otajonimiz turgan markazga olib kelamiz. Marhamat.
ushlab olinglar. Shu singingizni yoshligida qo'llaridan qanday tutib bog'chalarga, maktablarga olib borgan bo'lsa, shunday tutib olib, qani birgalikda tortlarni kesib qo'yamiz. Chiroyli qarsagilar bilan hamroh bo'lib baland kelmasa. Bo'ldi, bo'ladi. Qani qarsagilar bo'lsa. O'zlariga oladilar onam hali qarab qo'ygan yo'q, o'zlariga oladilar. Tanishonlar sog' bo'lsin, umrlar sog' bo'lsin, bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Endi tortlarimizni olib qo'yamiz. Kattakon rahmat aytamiz, tashakkurlar. Shu yerda otamning nechta nabirasi bo'lsa, hammasi kelsin bizning daroramizga kelinglar. Ichidan eng gapga chechagini tanlab olib gapirtiramiz hozir. Qani nabiralar hammasi kelsin shu yerga. Ha? Bir kishigina gapga yaxshimi? Bu kishiga, qaysi kishiga? Birinchisiga xo'p. Ha. Zemlyak. Ha. Marhamat. Avvalambor hammalaringizga kattakon rahmat, shu bobomni hurmat qilganlaringiz uchun. Hammalaringizga minnatdorchilik bildiramiz. Rossiyadagilar ammam so'rab salom aytyaptilar, ko'rib turibdilar. Buvajon, Ilohim tanijoningiz sog' bo'lsin. Onam bilan umrlaringiz uzoq bo'lib, qo'sha qarib, bizga bosh bo'lib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog'-omon bo'ling har doim. Hamma navara egora chavaralaringiz to'ylarini ko'rib, bosh bo'lib yuring nasib bo'lsa. Yana nima hammalaringizga shu yordam bergan navaralaga, Navruzjon, Jasurjon, hammalaringizga kattakon rahmat. Shu narsalarni tashkil qilganlaringiz uchun. Sog'-omon bo'linglar hammalaringiz. Hamma yaxshi tilaklar, bugungi kun uchun hammalaringiz uchun sog'-omon bo'linglar. Hamma navaralar endi biroz ko'pchilikda biz 45 yillikda hammasini sanab bersak, ertalargacha Asilbekjon, Muhriddinjon bor, Jasurbek bor, Sevara bor, Zoda Rossiyada bo'lsa ham, buni ham ko'rib turibdi, duo qilib, so'rab salom aytyaptilar. Sog' bo'linglar, hammalaringiz yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, shunaqa chiroyli bo'lsin. Barakamiz yo'qolmasin, mehr-oqibatimiz yo'qolmasin. Har doim safimiz kengayib, to'y tomoshalar yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Hech kim gapirmaydi, bo'ldimi? Ha? Yo'qmi hech kim bo'ldimi? Shahzoda opamiz, ha? Marhamat opa. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ayam dadam yo'q, shular nomidan tabriklaymiz. Unam bilan har doim yaxshi yashab, shunday kelishib, hammamiz nomimizdan tabriklaymiz. Ayam nomidan o'qib qo'yaman. Onam bilan kelishib yashang dedilar, o'zi bilamizki, otalarimizni jahli yomon bo'ladi. Ayniqsa yosh o'tgandan keyin qo'liga ilinsa piyalami, qoshimi, nima bo'lsa ham ota degan bo'lib qoladi. Ota onam bilan kelishsiz, nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Bular hozir hammasi ketadi. Sizni kuningizga yaraydigan o'sha onam faqat. Issiq choyingizga qarab, joyingizni solib beradigan, yoningizni qo'rqmasin deb birga yotadigan ham onam bo'ladi. Onamning qadriga yeting, Xudo xolasa, oynai jahon orqali bizni ko'rib oladilar, tabriklab qo'yadilar, nasib bo'lsa, ota. Endi farzandlarga bitta chiroyli qilib duo qilib berasiz. Bugun nabiralar tomonidan mana shunday chiroyli oqshom tashkil qilindi. Ularga tashakkurlaringizni bildirib, rahmatlaringizni aytib qo'yasiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, jiyanlar, o'g'illar. Selamat. Avvalambor hammamizga sog'lik, salomatlik, yurtimizni tinchligini bersin. Hamisha kelinlarimiz mana o'zlarini qo'sha qolsin. Rossiyadagilar sog' salomat ishlab, to'g'ri farq bersin.
hammalarning sog'lik salomatlik yurttirishligini bilsak, nima demaylik. Qolganicha hammalariga amalga oshsin. Hammalari sog' bo'ladi. Yosh kelin bitta gapirsin. Assalomu alaykum. Avsilla, qaynog'alar. O'g'il qizlarim, nevaralar, jiyanlar, amma, dadajonim. Yo'q, hozir davramizda yo'q ayajonim. Hammalari sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Dadamni ayam xushya qarisin, umrlar oxirigacha jannatda ham birga bo'lsa ilohim. O'zimni dadamdek ko'raman dadamni. Boriga shukur dadamni. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qarilarga iymon bersin, yoshlarga umr bersin. Yaxshilarni yondashtirsin, yomonlardan yiroqlashtirsin. Ofatdan, kulfatdan, bemahal o'limdan, turli tuman musibatlardan yakka-yagona Parvardigorimni o'zi asrasin. Hammamizni qalblarimiz Allohning mulki. Bu Ka'baga bormang, hammalaringiz insonni qalbi kabi. Shuning uchun hammamiz bir-birimizga mehrli, oqibatli, sadoqatli bo'lib yashashlik nasib o'zaylasin. Alloh hammalaringizni o'z panohida asrab, xonadonlarimizga tinchlik, barokat ato etsin. Hammalaringiz qo'shganlaringiz bilan qo'sha qarib, farzandlaringizni baxt kamolini ko'ringlar. Prezidentimiz ham sog' salomat bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari barokatli bo'lsin. Bizlarni mana yurtimizni tinch qilib saqlab o'tirgani uchun shuni ham oilalari tinchlik, salomatlikda bardavom bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Qo'shganlaringiz bilan qo'sha qaringlar. Oilalaringizni, ota-onalaringizni, farzandlaringizni baxtiga sog' salomat bo'linglar. Siz videochi bolam, sizga ham rahmat. Umringiz uzoq, rizqingiz barokatli bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Haqiqatan juda to'g'ri gapirdingiz. Hazrat Navoiy bobomiz dedilar-da, kimki bir ko'ngli buzuqlik xotirin shod aylag'ay, ochcha barkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylag'ay. Bugun agar ozgina bo'lsa-da ko'ngillaringizni ko'tara olgan bo'lsak, kayfiyatlaringizga kayfiyatlashgan bo'lsak, demak biz o'z vazifamizni qisman bo'lsa-da ado etdik deb hisoblaymiz. Endi qadrli do'stlar, har bir ishning boshi bor, yakuni bor dedilar. Kimlar xushnud davlatining dono bilan, kimlar sarxush ibodatli tongi bilan, odam aziz bu dunyoda ongi bilan xushniyat qil, tilda bo'lsin, dilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin, el osmonda, yurt osmonda tinchlik, xotirjamlik bardavom bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Mana shunday yaxshi kunlarimiz bardavom bo'lsin. Bu boshlanishi nasib bo'lsa ota, bu debochasi Xudo xohlasa katta-katta yubiley to'ylar qilib berganda, katta-katta elga xalqqa oshlar berganda kelib xizmat qilishlik hammamizga nasib o'zaylasin. Qadrli do'stlar, har bir ishning boshi bor, yakuni bor. Afsuski, agentligimizdek bugungi oqshomga ajratgan vaqtimiz nihoyasiga yetib bormoqda. Qisqa vaqt davomida sizlar bilan diydor tabrik agentligi jamoasi hamda davra mikrofonlari qarshisida Davron Mardonov bo'ldi. Sizlar bilan shunchaki xayrlashmaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Katta rahmat hammaga.